Assalomu alaykum hammaga. Bugun 9-iyun sizlar bilan Hamroh krediti bo'yicha gaplashiladi. Hamroh krediti bu xotin-qizlar uchun chiqarilgan kredit bo'lib, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va tadbirkorlik tajribbalarini amalga oshirish uchun ishlatiladi. Unda faqat yangi ochilgan yoki tadbirkor yoki oilaviy korxona MChJ toza ochilgan korxonalarga 1000 barobargacha mablag' ajratiladi. Kamida 2 ta ish o'rni yaratish kerak. Undan ortiq kamida 5 ta yangi ish o'rni yaratiladigan 4000 barobargacha mablag' ajratiladigani u 6 oylik mobaynida faoliyat yuritayotgan korxona yoki tadbirkor bo'lishi kerak. Unda pulimiz Hamroh xotin-qizlar tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash kompaniyasi MChJ jalb qilingan mablag' hisobidan beriladi. Pul o'tkazish yo'li bilan ajratiladi. Unda 15% gacha qismi naqd pul ko'rinishida ajratish mumkin.